Bu darsda suhbat jarayonida soxta mutaxassislarni aniqlash to'g'risida gaplashamiz. Mavzuni esa red flag prinsipini tushunishdan boshlaymiz. Red flag, ya'ni qizil bayroq prinsipi bizga shuni o'rgatadiki, senga kerakli narsani topish uchun, senga kerakli narsani aniqlash uchun, sen avval o'zingga keraksiz bo'lgan narsalarni chiqarib tasha deydi. Masalan, biz siz bilan hozir 5 kishi bo'lib Gonkongga borsak, aeroportdan chiqib keldik, qornimiz juda ham och, nimadir yeb olishimiz kerak. Google ochib bitta kartani qarasak, 1000 ta restoran chiqib keldi atrofimizda. Endi biz 1000 taning ichiga kirib, har bittasini yaxshisini topamiz deb odziflarini o'qib, menyularni ko'ramiz deb, kunimiz oxirigacha och o'tib ketamiz. Shuning uchun biz filtrlar yordamida ro'yxatni qisqartiramiz. Biz aytamiz, shu 1000 taning ichidan menga faqat halolini ko'rsat deymiz. Aytaylik 100 ta qoldi. 100 taning ichidan menga faqat 1 kilometr radiusdaligini ko'rsat, chunki uzoq yurishga toqatimiz to'ymaydi deymiz. Shunda 10 ta qoladi. 10 taning ichidan $50 dan oshmaydigan restoranni ko'rsat deymiz. 2 ta qoladi. Mana shu 2 taning ichidan bittani tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, biz 1000 taning ichidan 999 tasini chiqarib olib, bittasini tanladik. Endi xuddi shu prinsipni ham xodim yollashga qo'llasak bo'ladi. Demak, soxta xodimlarni yaqqol belgilab turuvchi eng asosiy red flaglar ro'yxatini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'ringa favorit sifatida va'dabozlik kiradi, katta gapirish kiradi, katta va'dalar berish biladi, kontekstni tushunmasdan turib. Men hozir YouTube bo'yicha mutaxassis ishga yollamoqchi bo'lsam, menga 100 ming ta podpishchi kerak, qilib bera olaysanmi desam, ha, qilib bera olayman, qachon qilib berish kerak desa, bo'ldi. Bu red flag. Haqiqiy mutaxassis nima deydi? Senga o'zi 100 ming ta kerakmi? Nimaga kerak? Sen sohangda o'zi bu 100 ming ta obunachi bormi? Kimdir qilganmi shu ishni? Nega aynan YouTube? Ya'ni bitta vazifaga, bitta gapga 10 ta savol bilan javob beradi. Chunki u bilmasdan turib nimadir gapirib qo'ygisi kelmaydi. Chunki biladi, u ertaga gapiga javob berishi bor. Soxta mutaxassislar nima deydi? Byudjetingiz bormi, yo'qmi, resursingiz bormi, yo'qmi? Glavniy shu ishga kirib olsam-da, ha, qilamiz, o'xshatamiz deb gapirsam deydi. Shu joyda mana bitta tanishimning gapi esimga tushib ketuvdi. Rossiyaga borganda bitta rus bilan gaplashib qolgan ekan. Rus endi restoranda har xil powerlarni ishlatishar ekan. Qozog'istondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan orasida O'zbekistondan ham powerlar bor ekan. Shu O'zbekistondagi powerlarga hayronman deydi. Nimaga desa, hamma narsani biladi suhbatga kelganda deydi. Uni pishirishni bilasanmi? Bilaman. Uni pishirishni bilasanmi? Bilaman deydi. Bir payt men yo'q ovqatning nomini aytdim-da deydi. Mana shuni pishirishni bilasanmi desam, bilaman deydi-da. U ovqat men o'zim o'ylab topdim. Qanaqadir abrakadabra degan ovqat aytdim, bilaman deydi. Mana shu soxta mutaxassislar ham любой narsaga bilaman, qilaman, bajaraman deydi. Birinchi o'rinda va'dabozlik turadi. Ikkinchi o'rinda biror bir natija qilgan bo'lsa, biror bir narsaga erishgan bo'lsa, natijasi haqida gapirib ber, jamoaning o'rni qanaqa bo'lgan, rahbarining o'rni qanaqa bo'lgan desa, jamoadoshlarini, hamkasblarini o'rnini maksimal ravishda yerga urishga harakat qiladi. Yo'q, men buni hammasini o'zim qilganman, ular hech narsa qilmagan, natijaga 100% men javob berganman, boshqalarning o'rni pasiydi, boshqalar shunchaki mana ishlarni qilgan va hokazo, ya'ni o'zini Batmanning plashini kiyib olgan giroy qilib ko'rsatadi. Ya'ni mensiz hech narsa bo'lmas. Vaholanki o'tda million ta odam mehnat singan, ertaga sizni jamoangizga ham kelib, bu toksichniy atmosferani yaratishi mumkin. Manlik, kibr bu ertaga hammaga noto'g'ri, yomon ta'sir qilishi mumkin. Yaxshi mutaxassis jamoani o'rnini ham o'zini o'rniga qo'yib qo'yadi. Hamma ko'rpani o'ziga tortib olib, man demaydi. Uchinchisi, soxta mutaxassislar doimiy ravishda qatdan ketgan bo'lmasin, har doim ish beruvchini yomonlab ketadi. Uning uchun ish beruvchi qora, u oq. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Ular mamnaqa edi, gapida turmadi, mamnaqa qildi. Faqat negativda, umuman pozitiv narsa aytmaydi. Mamnaqa bo'ldi, lekin mamnaqa narsa o'rgandim demaydi. Yo'q, ketgan joyiga shu maksimal ravishda pamoy sochib ketgisi keladi. Chinakam mutaxassislar ketishida men rahbarini yoki kompaniyani aybi bo'lgan bo'lsa ham, uni chiroyliroq qog'ozga o'rab gapiradi. Masalan, meni chop bordi, va'dasida turmadi, ular bilan mana shu ishlamayman, ular tokki teskarisi ekan demaydi-da. Kelishuvlarni biz qog'ozda qilmaganligimiz sababli ozgina o'rtada nizo chiqdi. Meni ozgina ko'nglim qolib ketdi. Shu sabab ketishga qaror qildim, chunki ko'ngil yo'l joyda, aka bilasiz, shu ishlar bo'lmaydi deb. Ya'ni chiroyliroq qilib sabablarini upakovka qilib beradi. To'rtinchi bo'lib e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu xatolari to'g'risida gapirmaslik. O'zini faqat oppoq svetda ko'rsatishga harakat qilish. Mamnaqa joyda mamnaqa xatolar bo'lganmi? Xatolaringizni ham to'g'risida gapirib bering desa, yo'q, u o'zini oppoq qilib ko'rsatadi. Xatolarni umuman gapirmaydi. Men bilmadim, men xato qilmaganman, unda xatolar bo'lmagan, u yo'q, ya'ni bunga kibr yo'l qo'ymaydi, xatosini tan olishga. Bu esa juda ham xavfli nuqta. Oxirgisi va 5-inchisi bo'lib, men
umuman ish to'g'risida savol bermaslikni qo'ygan bo'lardim. Uni beradigan savollari faqat oylikka, faqat shaxsiy manfaatga. Ofitsialniymi? Balishni to'lanadimi? Premiya beriladimi? Uning uchun zarplata bormi? Mana qanaqa hisoblanadi? Mana qanaqa beriladi? Va hokazo, va hokazo. Ish bo'yicha umuman savol bermaydi. Unga ish qiziq emas. Haqiqiy mutaxassisga esa nabarot, ish qiziq, to'g'ri, unga pulli qismi ham, manfaat qismi ham qiziq, lekin u ish to'g'risida ko'proq savol beradi. Chunki biladi shu kelajakda keyingi 2 yil, 3 yil, balki 10 yilini o'sha joy bilan bog'lashi mumkin. Shuning uchun ish to'g'risida maksimal ravishda plisosga o'xshab ma'lumot tortib olishga intiladi. Yuqorida ko'rib chiqqan narsamiz bu umumiy mozaikani kichik bir qismi xolos. Aslida xodim yollash mavzusi ancha keng. Bu yoqda lavozim profilini tuzish, vakansiya matni, qidiruv strategiyasi, suhbat turlari, suhbat saralash bosqichlari, job offerlar berish, onboardinglar qilish, xodimlarni moslashtirish, ya'ni mavzu juda keng. Men sizlarga navigatsiya bo'lib beradigan, tanlovlarning sifatini sal bo'lsa ham oshirishda yordam beradigan instrument berdim. Xolos. Agar sizga xodim yollash Adan Yagacha jarayoni qiziq bo'lsa, siz o'zingizni jamoangizni darajasini ko'tarmoqchi bo'lsangiz, jamoangizda jon berib ishlaydiganlarni, o'ta yuqori professional darajadagi xodimlarni, A darajadagi xodimlarni yollamoqchi bo'lsangiz, ular bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga yaxshi taklifim bor. Rekruting bo'yicha onlayn kursimga yozilsangiz bo'ladi. Bu kurs sizda xodim yollash bilan bo'lgan barcha savollaringizga, og'riqlaringizga javob bo'ladi va men 100% oldinga yurib etib qo'yaman. Agar kursdan foyda olmasangiz, hech qanaqasiga sizga u kuchli jamoa qurishda yordam bermasa, albatta agar ishlatsangiz bergan narsalarimni 100% pulingizni qaytarib beraman. Rekruting bo'yicha kursimni o'zim $250 o'tayotgandim, lekin bu safar kursi siz attiga $149 ga xarid qilishingiz mumkin va eng qiziq joyi, agar siz bugunoq ro'yxatdan o'tib joyingizni band qilib qo'yish uchun to'lov qilsangiz, men sizga qo'shimchasiga eng zo'rini Top nomli kitobimni elektron versiyasini sovg'a qilaman. Kitobni o'qiganlarning fikri bo'yicha siz batafsilroq Instagram sahifamda tanishishingiz mumkin. Turli xil industriyalardan, turli xil lavozimlardan, biznes asoschilari, HR menejerlar, rekruterlar, shunchaki rahbarlar juda ham ko'pchilik o'qib ijobiy feedbacklar berishgan. Siz kirib buni o'qisangiz bo'ladi. Kitobda ham juda ham ko'p mavzular yoritilgan. Kursga ro'yxatdan o'tish uchun pastdagi tugmani bosing, kursda ko'rishguncha.